Diqqat, O'zbekistonda yangi yil tadbirlari o'tkazish taqiqlandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq davlat idoralarida budjet mablag'lari hisobidan yangi yil korporativlarini o'tkazish taqiqlanadi. Bu haqida hukumatdagi manbalarga tayanib Daryo nashri xabar bermoqda. Xabarga ko'ra, vazirlik va idoralar, viloyatlar hamda Toshkent shahar hokimliklari, shuningdek davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan xo'jalik birlashmalarida yangi yil munosabati bilan korporativ tadbirlar o'tkazish va bayram dasturxonlari yozish uchun budjet hamda budjetdan tashqari mablag'lardan foydalanish man etiladi. Mazkur cheklov davlat mablag'larini tejashga qaratilgan. Shu bilan birga davlat tashkilotlari xodimlari o'z shaxsiy mablag'lari, oylik ish haqqi yoki rag'bat pullari hisobidan ish vaqtidan tashqari paytda yangi yil tadbirlarini tashkil etishlari mumkin deyilgan xabarda.